Assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Akramjon Mamajonov. Bu videoda sizga Coral Club kompaniyasi haqida gapirib bermoqchiman. Bu kompaniyani prezentatsiyasi. Kompaniya mahsulotlarini butun oilam bilan men anchadan beri iste'mol qilaman. Mahsulotlar va kompaniyani soliq kompensatsiyasi meni hayotimda katta o'zgartirishlar yuzaga keltirdi. Men ancha sog'lig'imni tiklab oldim. Ko'p diagnozlarim yo'q bo'lib ketdi. Allohga shukr. Men bu mahsulotlarni o'zim yaxshilab natija olmasdan turib, boshqalarga tavsiya qilgim kelmay turardi. Mana yaqindan beri olgan natijalarimdan juda ham xursand bo'lib, tavsiya qilishga boshladim. Meni o'zimni mahsulot iste'mol qilib olgan natijalarim va hamkorlarimni olgan natijalari haqida ko'plab videolar chiqarganmiz va bu videolarni siz kanalimizga a'zo bo'lib ko'rsangiz bo'ladi. Kompaniyani saytida mahsulotlar haqida hamma ma'lumotlar bor va Sog'liq akademiyasida o'qib o'rganish uchun kerakli ma'lumotlar, materiallar mavjud. Buni siz videoni ostida qoldirilgan ссылкалар orqali o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi kompaniya bilan tanishtirib chiqaman. Slaydlarga o'tamiz. Coral Club kompaniyasi butun dunyo bo'ylab inson sog'lig'i uchun juda kerakli toza mahsulotlar ishlab chiqaradi va sotadi. Men ishonaman, hozirgi paytda ko'pchilik inson sog'lig'i va to'g'ri ovqatlanish masalasi eng dolzarb masala deb o'ylaydi. Sog'liq bu eng katta boylik. Nima bilan shug'ullanishingizdan qat'iy nazar, baribir sog'liq birinchi o'rinda turadi. Sog'liq bo'lmasa, hech narsa tatimaydi va hech narsa xohlamay qolasiz. Coral Club kompaniyasining 1998-yili birinchi ofisi Toronto shahrida ochildi va hozirgi kunda mana 26 yildirki xalqaro kompaniyaga aylanib, butun dunyoda bir nechta ofislari mavjud. Kompaniya insonlarga o'z hayotini tubdan o'zgartirish uchun juda katta imkoniyatlar ochib kelmoqda. Juda ko'p minglab insonlar ham sog'lig'ini tiklab, ham turmush tarzini yaxshilab, yaxshi tomonga o'zgartirib kelmoqda. Kompaniya tavsiya qilayotgan mahsulotlar ishonchli va dolzarb mahsulotlar bo'lgani uchun jahon bozorida muhim o'rinni egallayapti. Va 31 ga yaqin mamlakatlarda vakolatxonalar ochilgan, 38 ta mamlakatda savdo ofislari mavjud. Hozirgi kunda 127 ta mamlakatlarda mahsulot yetkazib berish xizmati bor. Dunyoning istalgan burchagidan turib, kompaniyaning saytidan mahsulotga buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Mahsulotlar turi hozirgi kunda 200 dan oshiq va 2,5 mingdan ortiq mahsulot sertifikatlari mavjud. Bu har bir sertifikat orqasida kompaniya jamoasini juda katta mehnati yotibdi. Mahsulotlar xilma-xilligi juda ham ko'p va bu noyob mahsulotlar kosmetikadan tortib to uyda ro'zg'or uchun ishlatiladigan tozalash vositalaridir. Kompaniyaning noyob sotish taklifi bu soliq muammolarini yechimiga kompleks yondashish. Chunki hozirgi kunda ekologiyani buzilganligi, tashqi agressiv muhit mavjudligi va sifatsiz ovqatlar bilan bog'liq sog'liq muammosi shuni taqozo etadi. Hammasi suvdan boshlandi. Slaydda ko'rib turgan shaxs bu kompaniya prezidenti Leonid Lab va u birinchi bo'lib Coral Mine haqida 1997-yili xabar topib, uni inson sog'lig'i uchun qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini tushunib yetdi. Va Erik Magrabian bilan kompaniya direktori Coral Mine suvini butun dunyo bo'ylab yetkazib berishni o'ylab qo'ydi. Va bu fikrini rivojlantirib, butun dunyo insonlariga suv bilan birgalikda sog'liqni tiklash mahsulotlarini yetkazib berishga qaror qilishdi. Xabarimiz bor, sog'liq birinchi navbatda to'g'ri gidratatsiyadan boshlanadi. Tirik suv ichish imkoniyatini kompaniya har bir inson uchun yaratib beryapti va bu kompaniyaning asosiy mahsuloti bo'lib hisoblanadi. Bu mahsulot hozirgi kunda Rossiyada, Yevropada, Amerikada, Afrikada mavjud. Kompaniyaning rivojlanishi mana shu mahsulotlardan boshlangan. Juda oson va qulay usul bilan inson organizmi uchun sifatli va foydali suv ichish imkoni hozirgi kunda hammaga mavjud. Coral Mine bu tabiiy mahsulot. Yaponiyaning Okinawa orolidagi aholi bunaqangi suvni tug'ilgandan ichishadi va ularning o'rtacha umri 90 yoshda. Dunyo faqat 1998-yildan boshlab bu noyob va shifobaxsh mahsulot haqida Coral Club kompaniya orqali bilib oldi. Hozirgi kunda bu mahsulotni har kim olib ichishi mumkin. Bu mahsulotni men ham 6 yildan beri ichib kelyapman va o'z yaqinlarimga va do'stlarimga tavsiya qilyapman.
Qaralmagan qo'shilgan suvni kuniga iste'mol qilganda organizmda katta o'zgarishlar yuz beradi va bu noyob mahsulot chaqaloqdan boshlab to oxirgi nafas olguncha iste'mol qilinishi kerak. Ko'pchilik suvni bir kunlik normasini bilib ichadi, lekin suvni sifatiga qaramaydi. Qaralmagan qo'shilgan suvni bir kunlik narxi bir bokal kofeni narxidan arzonroq. Bu suvni ichishni boshlaganlar o'zida energiya paydo bo'layotganini va bosh og'rig'i qolayotganligini sezishyapti. Ko'p vaqtdan beri ichib yurganlar esa o'zini tamoman yaxshiroq his qilayotganini sezishmoqda. Salomatlik aslida mana shu suvdan boshlanadi va undan tashqari turli xil mahsulotlar 200 dan ortiq turi 11 ta ilg'or mamlakatlarda ishlab chiqariladi va quyidagi 5 prinsipga amal qilinadi. Birinchi prinsip bu sifati. Jahon standartlariga rioya qilish va GSM, GMP va boshqa standartlar. Bu standartlar jahon miqyosidagi standartlardir. Ikkinchisi, har bir ishlab chiqarilgan mahsulot qattiq nazorat ostida laboratoriya sinovidan o'tkaziladi va undan keyin xomashyo sifati va tozaligi qattiq tekshiriladi. Mahsulot har xil keraksiz aralashmalardan, og'ir metall va radionuklidlardan, pestitsid va toksid elementlardan xoli bo'lishi qattiq nazorat qilinadi. Kompaniya mahsulotlari tarkibida GMO yo'q. Gormon va har xil konservantlar, gerbitsid va sun'iy baza kirituvchi aromatizatorlar va ftalitlar yo'q. Hamma ishlatiladigan qo'shimchalar faqat tabiiy narsalardir. Uchinchi prinsip bu mahsulotlarni faqat biokimiya sohasida jahonda tanilgan ilg'or olim va mutaxassislar ishtirokida ishlab chiqariladi. Ular eng so'nggi tadqiqotlarga suyangan holda va zamonaviy texnologiyadan foydalangan holda ishlab chiqarishadi. Bular Koreya, nemis va yapon olimlari, Polsha va Kanada olimlari, ularni har birini jiddiy laboratoriyalari mavjud. Ular har bir mahsulotni uzoq yillar davomida ilmiy tekshirish ishlari natijasida ixtiro qilganlar. Masalan, Dushek degan olim bu o'z laboratoriyasida Germaniyani olimi suyak va bo'g'imlar uchun mahsulotni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun 10 yil davomida har xil tajriba va tadqiqot ishlarini olib borgan va undan keyin hamma dunyo standartlari bo'yicha sertifikat olinib, keyin bu Belron degan nomli mahsulot savdoga chiqarilgan. Bu Belron mahsulotini men ham ichib o'z ustimda sinab ko'rdim va menda ham o'sha tazabedrniy sustavdagi osteoartroz degan muammo yo'qolgan. Doktorlar menga operatsiya taklif qilishgandi, lekin bu narsa bo'lmadi. Men yaxshi bo'lib ketdim, Allohga shukr. To'rtinchi prinsip bu hamma mahsulotlar faqat tabiiy shifobaxsh xomashyodan iborat. Va beshinchi prinsip bu mahsulot faqat eng ilg'or texnologiyasi mavjud mamlakatlarda ishlab chiqariladi. Bu AQSh, Yaponiya, Germaniya, Kanada, Fransiya, Janubiy Koreya, Rossiya, Norvegiya, Armeniya va Tayvan mamlakatlaridir. O'zingiz yaxshi bilasiz, sehrli tabletka yo'q. Shuning uchun o'z salomatligingizga g'amxo'rlik qilish bu faol va uzoq umr ko'rishni kalitidir. Carrefour kompaniyasi birinchi bo'lib sog'lom turmush tarzini targ'ib qilayotgan kompaniyalarning ichida o'z shaxsiy salomatlikni tiklash tizimini taqdim etadi. Bu tizim nomi salomatlik tushunchasi yoki sog'liq konsepsiyasi deb ataladi. Bu tushuncha asosida organizmda suv balansini to'g'ri ushlab turish, organizmni ekologik toza va qulay sharoitda tozalash, muvozanatli to'g'ri ovqatlanish, organizmni kerakli ozuqa moddalari bilan to'yintirish va toza xavfsiz muhit yaratishdir. Sog'liq konsepsiyasi haqidagi videomiz kanalimizda bor. O'zbekchasi ham va ruschasi ham. Buni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Kompaniya mahsulotlarini gazeta, radio, televideniyada reklama qilinmaydi. Mahsulotlar faqat tavsiyalar orqali, ya'ni yurakdan yurakka prinsipi orqali tarqatiladi. Agar biron bir magazinda mahsulot sotib olsangiz, u sizga yoqmasa, siz yana borasizmi o'sha joyga? Yo'q, bormaysiz. Boshqaga ham tavsiya qilmaysiz. Shuning uchun tavsiya orqali mahsulotni ilgari surish bu kompaniyani aktiv rivojlanishiga katta yordam beryapti. Mahsulot sizga yoqsa, natija olsangiz, siz albatta kimgadir tavsiya qilasiz. Kompaniya sog'liq bo'yicha kompleks yechimlar ishlab chiqqan.
va bu programmalar o'zlarini sifatliligini hozirgacha isbotlayapti. Masalan, tozalanish bo'yicha detoks programmasi, detoks plus programma va Kalavada programmasi, parazitlardan tozalanish bo'yicha parashut va parashut plus programmalari, yurak qon tomiri tizimi muammolariga kardiopak programmasi, miya faoliyatini yaxshilashga mental farsi va oshqozon ichak tizimini yaxshilashga sog'lom ichak degan programma va boshqa juda ham ko'p programmalar mavjud. Bular juda ham yaxshi o'ylangan kombinatsiyaga ega va har birida o'zini qo'llash sxemasi mavjud va juda yaxshi natijalarni beryapti. Hammaga ma'lum, g'oya insonlarni birlashtirishga, ruhlantirishga va rahbarlantirishga qodir. Karal Klub ham shunaqa bir g'oyaga ega ham fikrlar jamoasidir. Ular kompaniyani, uning mahsulotlarini tanlab, sog'lom turmush tarzini tanlagan bo'lyapti. Bu esa kompaniyaning turmush tarzi. Bu jamoada salomatlik, go'zallik va rivojlanish qadriyatlarini bir-biriga baham ko'rayotgan insonlarni uchratishingiz mumkin. Karal Klub kompaniyasida millati, irqi, dini, ma'lumoti, jinsi va yoshiga qaramasdan har bir insonga teng imkoniyatlar beryapti. Chunki inson hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish istagi oldida barcha farqlar orqaga chekinadi. Kompaniyaning sog'lom bo'lish imkoniyatidan tashqari yana bir qancha imkoniyatlarni taqdim qiladi. Mahsulotni iste'mol qilib ko'ring. Ishonganingizdan keyin uni yaqinlaringizga tavsiya qilib, o'z ishingizni yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Agar mahsulotni sevib, unga mehr qo'yib ish qilmasangiz, hech ham ishingiz yurishmaydi. Kompaniya 3 ta variant hamkorlikni taklif qiladi. O'zingiz tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchisi iste'molchi. O'zingiz iste'mol qilasiz, oilangiz va yaqinlaringizga tavsiya qilasiz va kompaniya tomonidan tavsiyangiz uchun bonuslar olasiz. Siz kompaniyaga a'zo bo'lib, barcha mahsulotlarga 20% chegirmaga ega bo'lasiz va sizni tavsiyangiz bilan olingan mahsulotlar hajmi uchun 5% cashback olasiz. Agar premium iste'molchi bo'lsangiz, 10% cashback olasiz. Ikkinchi varianti distributor bo'lish, ya'ni qo'shimcha daromad olmoqchi bo'lganlar uchun. Ular uchun kompaniya saytida o'quv sistemasi mavjud. U Biznes Akademiya deyiladi va Biznes Akademiyasini platformasida qadamma-qadam sog'liq va biznes bo'yicha hamma bilimlar bor. Butun dunyo bo'ylab turli mamlakatlarda o'tkaziladigan kompaniya yig'ilishlariga qatnashish huquqiga ega bo'lasiz. Va uchinchi varianti bu hamkorlik qilish. Bu yerda boshqa imkoniyatlar tug'iladi. Bu kompaniya liderlari bilan birgalikda dunyo bo'ylab sayohatlarga qatnashish, avtobonus va ko'chmas mulk bonusi programmasi, liderlardan bilim olib, professional darajasiga erishishingiz va o'z jamoangizni yig'ib, ko'plab insonlarga o'z maqsadlariga erishishiga sababchi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda siz juda katta daromadga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Mana kompaniya haqida ko'p narsalarni eshitdingiz. Nimadan boshlangan, kim boshida turibdi va mahsulotlarni ishlab chiqarishda, sotishda qanaqa prinsiplar bilan ish ko'ryapti va siz bu kompaniya bilan qaysi usulda birga hamkor bo'lishingiz mumkinligini, qanaqa imkoniyatlar borligini bilib oldingiz. Kompaniya kelajakda hali bundan ham kuchliroq va mahsulotlarini ko'proq, yanada foydaliroq bo'ladi va dunyo bo'yicha 10 ta milliardlik kompaniyalar qatoriga kiradi. Tavsiya qilaman, sog'liq konsepsiyasini yaxshilab o'rganing va mahsulot olib, o'z hissiyotlaringizni ko'ring. Undan keyin maqsadingizga qarab 3 ta variant hamkorlikni birini tanlang. Shuning bilan men bu videoni yakunlayman. Agar savollaringiz bo'lsa, izohda yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'ling. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Xayr, salomat bo'ling do'stlar.